Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan mana shu uy bo'yicha gaplashamiz. Hozirgi mana shu uyimiz 104 kvadrat joyga tushgan 5 xonali koridor, sanuzel ham ichida joylashgan. Sizlarga ko'proq ma'lumot tarqasida bir hamma tarafni gaplashib, tanishib o'tib ketamiz. Hozir ozgina shovqin bo'lyapti. Shularni ancha-muncha videoda kamchiliklar bo'lsa, o'zingizlar to'g'ri tushunasizlar. Men asli bloger emasman, quruvchiman. Shuni inobatga olib qo'yasizlar. Xo'p, bu uyimizni xizmat materiali hammasi ichida 145 dollardan qurib berganmiz. 104 kvadrat. Instagram sahifalarini ham qo'yamiz. Bu yerda ham juda ko'proq ma'lumot olishlari mumkin. Juda shovqin bo'lyapti. Yaxshimi? Halijo'n ichkariga kiraylik-da. Yo, bismillah. Kelaver. Xo'p, hozir kirganinglarda to'g'rida bitta xuddi shunaqa katta samishoniy kuchli gastiniy joylashgan. O'zi asli ma'no tarafda ham uzun bitta xona bo'lishi kerak, lekin buni farzandlarini inobatga olgan holatda qo'shimcha bitta detskiy ham qo'shganmiz. Xullas 5 xona. Mana bu tarafimizda kirganda mana shu общий sanuzel qo'yganmiz va kattalar yotoqxonasi bu. Mana busi bu ham kattalar yotoqxonasi. Xolasi detskiy qilsa bo'ladi. Yo bo'lmasam mehmonxona. Kirganda bu yoqqa bitta detskiy joylashgan. Hamma xizmat materiallari ichida sifatli, g'ishli, energiya tejamkor uy qurib beramiz. Endi narx-navolarga keladigan bo'lsak, bu uyimizni yana qaytarib o'tib ketaman. 145 dollardan 104 kvadrat 15100 dollarga dogovor qilganmiz. Bu eski narxda qurib berganmiz. Juda ko'p klientlarimiz 2025-yillik narxda ulgib qolishgan, dogovor zakljuchat qilgan va qurib berganmiz. Endi hozir juda ko'pchiliklar aytayapti, qisman narximiz ko'tarilgan, lekin ko'tarilsa ham, misol uchun qurilishda shunaqangi o'ziga yarasha surprizlari juda ham ko'p ekan. Misol uchun bu uyni buzish ishlari bor, yana qo'shimcha ishlar bor. Misol uchun biz o'zimiz standartlarimizda uyning patologi 280 bo'lsa, 3 metr qidirishni xohlayapti. Ba'zi bir joylarda g'ishimiz, texnikalarimiz kira olmayapti. Kattaroq kran, kattaroq ekskavator chaqirishimizga to'g'ri kelib qolyapti. Shuni inobatga olgan holatda uzoq joyga borib kelish ham o'ziga yarasha bir anchagina yo'l xarajatlari bor. Shularni inobatga olgan holatda qisman narx ko'tarilgan. Lekin bu degani bitta firma hisobida bitta narxni ushlab oladigan darajada emasmiz. To'g'risini aytsam, ozmi ko'pmi ko'ngilchanman. Kelgan klientlarni ehtiyojidan kelib chiqib o'tib beryapmiz, qurib beryapmiz. Realniy ishonib obyektlarni bizga topshirayotgan klientlarga rahmat. O'zini vaqtida tez, sifatli uylarni qurib topshiryapmiz. Ko'pchilik aytishi mumkin, bu uylarda tashqi fasadda seysma kolonnalar ko'rinmaydi, lekin seysma kolonnalar hammasi quyiladi. Seysmik zona, yer qimirlashlariga ham ozmi ko'pmi sababini qilib ketyapmiz. G'ishli fundamentni ham o'zimiz qo'yamiz, g'ishlarini ham hamma material xizmati ichida biz qurib beramiz. Utepленный g'ishlarini orasiga uteplitellar qo'yib, chiroyli qilib uramiz. Endi bu qurilishimizni rekord o'rnatdik desak ham bo'laradi. Ish kunimizni 15 kunda fundamentdan tomini yopib chiqib ketyapmiz ekan. Bu ish kunimiz. Bugun 3-yanvar 2026-yil. Bu ishimizni 2025-yil 10-dekabrda boshlagan edik. Eski uy turadi mana shu joyda. Videolarini ham qo'yib qo'yishga harakat qilaman. O'rtada yomg'ir yog'di, boshqa qildi. Shularni ham inobatga olgan holatda bugun 3-yanvar, ro'p qarasa 23 kun. Lekin ish kunimiz 15 kun bo'lgan. Shuni inobatga olib qo'yasizlar. Ko'pchilik yana savol beryapti. Beton quyilsa, qurimasdan uyni ko'tarsa bo'ladimi deyishgan. Albatta buni yo'li bor. Sababini aytib o'tib ketaman. Hozir biz fundament quyilgandan keyin 2 kun, 3 kundan keyin ish boshlaymiz. G'ish tushgan taqdirda ham sirazi 2-3 kunda kamenshiklar sirazi ko'tarib nagruska berib olmaydi. Bir haftadan 10 kungacha baribir sekin-sekin g'ish aylanadi. Shuning uchun yuk teng
taqsimlab beradi fundamentga. Biz g'ishtlarimiz hammasi qum sementda uriladi, gos standartda, utepленный. Keyin bizning fundamentimiz ham 3 в 1 bo'ladi. Podushka albatta quyiladi, beton, ichi to'ldirilib, qo'shimchasiga stashka ham quyiladi. Tepadan tushayotgan yukni birinchi navbatda stashka fundamentga o'tkazadi, fundament podushkaga o'tkazadi, podushka avtomatik yerga o'tkazadi. Bu ishlarimizga kiradigan narsalar. Hozirgi men sizlarga eski narxda tushuntirib o'tib ketyapman. $145 ichiga nimalar kiradi? Podushka, fundament kiradi. Hammasi zavod beton, armaturasi, ichini gidroizolyatsiya qilamiz, kommunikatsiya tortamiz, sanuzel bo'lsa mana turbani chiqarib ketamiz. İchini to'ldiramiz. 1 mikronlik salafan tushamiz, 7 sm stashkasi kiradi. Undan keyin g'isht olib kelamiz. İchki tashqi devorlar uriladi, kolonna seysmopoizlar quyiladi, to'sin tashlab, tomini yopib chiqib ketamiz. Hammasi ichida mana shu uyimizni $15.100 ga qurib berganmiz. Uy egasi bir dona samarasi ham aralashmagan, hammasi ichida. Faqat ustalarning pitaniyasi kirmaydi bu narxga, shuni inobatga olib qo'yasizlar. Va tomimiz bizning smetada shifer, kimdaki misol uchun baland uyni patolog qismini 3 metr, 3.20 yo bo'lmasa figurali tom qilsa, prognastil yo bo'lmasa metalocherepitsa desa, shifer bilan prognastilga farqidagi tafovut qo'shiladi. Podключ xizmatimiz ham bor. Podключ xizmatimiz respublika bo'yicha 4.200.000 dollarga chaqadigan bo'lsak 350 dan to'g'ri keladi. Hamyonbop, sifatli, g'ishtli uy qurib beramiz sizlarga. Hozirgi kunda 3 ta viloyatda ish olib boryapmiz. Yangi yilda respublika bo'yicha ishlarni yo'lga qo'yish niyat bor. Albatta kommentariyga yozib ketinglar, qanaqa qiziqtirgan savollar bo'lsa, yo bo'lmasa men Telegram nomerlarimni qo'yib qo'yaman. O'zingizga yoqqan proyektni yo bo'lmasa ruchka qog'ozda chizib bo'lsa ham tashlasangiz, biz sizlarga hisoblab, xohlasanglar podключ holatda, xohlasanglar korobka holatda sizlarga hisoblab chiqarib jo'natib beramiz. Yana bir qator sizlardan uzr so'rayman, shovqinlarga sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.